Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ishonamiz va tekshiramiz mavzusini o'rganib chiqamiz. Mavzuyimiz 3 maqsadga asoslanadi. Birinchi maqsadimiz ta'limiy maqsad bo'lib, bunda o'quvchilarda ishonch, do'stlik, oila, muloqot doirasi tushunchalarini shakllantiramiz. O'quvchilarni o'z atroflaridagi odamlarni tanish, ular bilan to'g'ri muloqot qilishga o'rgatamiz. Ikkinchisi tarbiyaviy maqsad. Bunda oila, do'stlar va tanishlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga, mehr-oqibatni qadrlashga o'rgatamiz. Ishonchli, samimiy va yordamga tayyor inson bo'lish fazilatlarini o'quvchilarda tarbiyalab boramiz. Rivojlantiruvchi maqsad. Bolalarda fikrlash, muloqot, mustaqil fikr bildirish hamda rasmlar orqali o'z fikrini ifodalash qobiliyatlarini rivojlantiramiz. Ijodiy yondashuv va o'z fikrini tasvir orqali ifodalash malakasini oshiramiz. Dars 3 qismdan tashkil topgan bo'lib, birinchisi tashkiliy qism, ya'ni tashkiliy qismda biz o'quvchilar bilan salomlashamiz, darsga ijobiy ruh bag'ishlaymiz hamda o'quvchilarning bor fikr-e'tiborini darsga jalb qilib olamiz. Ikkinchisi asosiy qism bo'lib, bunda o'quv materialida berilgan rasm, hikoya yoki shunga o'xshash topshiriqlar ustida ishlanadi hamda yangi mavzu tushuntirib boriladi. Uchinchisi yakuniy qism hisoblanib, bunda yangi o'tilgan mavzuni xulosalaymiz, o'quvchilarni baholaymiz hamda yanada yangi mavzuni mustahkamlash uchun uyga vazifa berib boramiz. Darsimiz ishonch har bir do'stlik va mehrning poydevori shiori ostida bo'lib o'tadi. Ya'ni ishonch, bir-biriga ishonish, yolg'on gapirmaslikni tushunamiz. Do'stlik poydevori ishonch deganda esa agar do'stlar bir-biriga ishonsa, ularning do'stligi mustahkam bo'lishini o'quvchilarga tushuntirib boramiz. Atrofimizda odamlar ko'p. Ularning ba'zilarini yaxshi taniymiz va ularga ishonamiz. Ko'p vaqtimiz ular bilan birga o'tadi. Ular bizning quvonch va tashvishlarimizga sherik bo'lishadi. Nimadandir xafa bo'lsak, ularga aytamiz, sirlarimizni bo'lishamiz. Bu bizning oilamiz. Oila a'zolari bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Qiyin vaziyatlarda qo'llab-quvvatlaydi, yordam berishga doim tayyor turadi. Mehr-oqibatli oila insonga kuch beradi. Ota-ona, bobo-buvilar, aka-uka va opa-singillar eng yaqin qarindoshlardir. Lekin uzoqroq qarindoshlar ham bor. Tasavvur qiling, siz bir doiraning markazida turibsiz. Avval eng yaqin, keyin uzoqroq qarindoshlaringizni sanab chiqing. Ushbu topshiriqning tarbiyaviy ahamiyati shundan iboratki, u juda keng va chuqur yoritilgan. Dars jarayonida bolalarda o'z atroflaridagi odamlarni to'g'ri tanish, kimlarga ishonish mumkinligini anglash, mehr-oqibat va samimiyat hamda hurmat va sadoqat kabi insoniy fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bolajonlar, siz qarindoshlar bilan ko'rishganda vaqtni qanday o'tkazasiz? O'quv materialida berilgan savollar orqali bolajonlarga yuzlanamiz. Rasmda kimlarni ko'ryapsiz? Bu ahil oilami? Qayerdan bildingiz? Oila a'zolaringizga munosabatingiz qanday? Oila davrasida o'zingizni qanday tutasiz? Kabi savollar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrini rivojlantirib, ularni jamoa ichida erkin bayon etishga hamda nutqini ravon va chiroyli qilishga undaymiz. Bu topshiriq orqali oilaning ahamiyati, ota-ona, aka-uka, opa-singil, do'st va tanishlar bilan to'g'ri munosabatda bo'lish haqida so'z yuritamiz. O'quvchilar oila a'zolariga hurmat, mehr va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lishni, do'stlikda sadoqat va ishonchning muhimligini aynan shu topshiriq orqali his etishadi. Bilamizki, har birimizning o'z muloqot doiramiz bor. Keling, ular bilan tanishamiz. Markazda siz, atrofingizda esa turli odamlar. Ular orasida tanishlar ham, begonalar ham bor. O'ylab ko'ring, bu muloqot doiralariga kimlarni kiritishimiz mumkin? Dars jarayoni davomida biz o'quvchilarda notanish shaxslar bilan ehtiyotkorlikda muomala qilish, begona odamlarga haddan ortiq ishonmaslik kabi hayotiy ko'nikmalarni tarbiyalab boramiz. Bu esa bolalarning o'z xavfsizligini ta'minlash, muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Aynan mana shu dars orqali o'quvchilar mehr, halollik, do'stlik va o'zaro yordamning hayotdagi o'rni haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar. Ular o'z oilasi, do'stlari va yaqinlariga nisbatan minnatdorlik tuyg'usini his qilishadi. O'zlarini ishonchli, g'amxo'r inson sifatida namoyon etishga intilishadi. Dars jarayonini yanada qiziqarli o'tkazish maqsadida o'quvchilar bilan birgalikda yurakdan yurakka metodini qo'llaymiz.
Bunda o'quvchilar navbatma-navbat bir-birlariga yaxshi so'zlar aytishadi. Bu orqali o'quvchilar mehr, halollik, do'stlik va o'zaro yordamning hayotdagi o'rni haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishadi. Ular o'z oilasi, do'stlari va yaqinlariga nisbatan minnatdorlik tuyg'usini his qilishadi. O'zlarini ishonchli, g'amxo'r inson sifatida namoyon etishadi. Darsimiz so'ngida yangi mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilarga "Men ishonadigan odamlar" mavzusida rasm chizish yoki kollaj tayyorlashni o'quvchilarga uyga vazifa qilib beramiz. Darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.